Yaqin kunlarda biza avtomatik korobka передача selektorini to'g'ri ishlatish to'g'risida video olgan edik. Gap shundaki, men qisqa reels davomida hamma nyuanslarni yetib o'ta olmadim. Shuning uchun men ikkinchi qismini olishni plan qilganman. Men sizlarga batafsil yana tushuntiraman, nimaga neytralga olish mumkin emasligi, nimaga parkingga olib qo'yish kerak. Bu funksiyalarni ishlatish hammaning o'zining ixtiyorida. Kim qanaqa xohlasa ishlatadi mashinasini. Mashina o'ziniki. Negativ kommentariy yozmasliklaringlarni iltimos qilaman men. Lekin любой kommentariyaga ham rahmat. Bundan tashqari bizani Carfnet Instagram sahifamizda avtomobilga oid bo'lgan ko'p masalalarni ko'taramiz. Xudo xolasa ko'p foydali reelslar olamiz. Do'stlarim, Carfnet Instagram, YouTube, Facebook, Telegram sahifalarimga obuna bo'linglar.